Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya olayotgan ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz va ularning farzandlari uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan boshlab pensionerlar ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinishi haqida ketmoqda. Bu oddiy yangilik emas. Bu ko'pchilik oilalarning oylik xarajatiga bevosita ta'sir qiladigan masala. Agar siz pensioner bo'lsangiz, oilangizda pensioner bo'lsa yoki keksa ota-onangizning kommunal, majburiy yoki xizmat to'lovlarini to'lab berayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun albatta kerak bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar ozod qilinadi, qaysi to'lovlar bo'yicha yengillik bo'ladi, qayerda xato qilmaslik kerak va qanday hujjatlarni tayyorlash zarurligini batafsil aytaman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha pul to'lab yubormaydi. Men avvalo masalaning ildizini oddiy tilda tushuntirib beraman. Ko'p yillar davomida pensionerlar turli to'lovlar bo'yicha bir xil tartibda hisob-kitob qilingan tizimga duch kelib kelishdi. Ya'ni inson pensiyada bo'lsa ham, daromadi cheklangan bo'lsa ham, ko'pincha oddiy ishlayotgan fuqaro bilan bir xil tartibda to'lov talab qilingan. Natijada pensiyasi 900 ming, 1 million 200 ming yoki 1 million 200 ming so'm bo'lgan odamning qo'lida dori-darmon, oziq-ovqat va uy ro'zg'origa yetarli pul qolmay qolardi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun bu juda og'ir edi. Tasavvur qiling, bir onaxon oyiga 1 million 300 ming so'm pensiya oladi. U har oy dori uchun 350 ming so'm, oziq-ovqat uchun kamida 600 ming so'm, transport va mayda xarajatlar uchun 1500 ming so'm sarflaydi. Shundan keyin yana turli majburiy to'lovlar, xizmat haqlari yoki hisob-kitoblar chiqib keladi. Bunday vaziyatda 20 ming so'm ham pensioner uchun kichik pul emas. Chunki bu pulga bir haftalik non, dori yoki uy uchun zarur mahsulot olish mumkin. Endi esa iyuldan boshlab aynan shunday holatlarni yengillashtirishga qaratilgan tartib kuchga kirayotgani aytilmoqda. Men bu yerda eng muhim jihatni ta'kidlayman. Har bir pensioner men endi hech narsaga pul to'lamayman deb o'ylamasligi kerak. Chunki imtiyozlar odatda aniq turdagi to'lovlarga, aniq toifadagi fuqarolarga va belgilangan shartlarga nisbatan qo'llanadi. Shuning uchun men bugun masalani shov-shuv bilan emas, huquqiy va amaliy nuqtai nazardan oddiy odam tushunadigan qilib tushuntiraman. Avvalgi tartibda ko'plab pensionerlar xizmatlardan foydalangani uchun odatdagi tarif asosida to'lov qilardi. Ayrim hududlarda chegirma bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayrim toifalar uchun alohida yengillik mavjud bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hamma pensioner avtomatik ravishda ozod etilgan deb bo'lmasdi. Ko'p hollarda odam hujjat topshirmasa, ariza yozmasa yoki o'z maqomini tasdiqlamasa, tizim uni imtiyozli shaxs sifatida ko'rmasdi. Natijada pensioner aslida yengillikka haqli bo'lsa ham oddiy tarifda to'lov qilib yuraverardi. 1 iyuldan keyingi asosiy o'zgarish shundaki, pensionerlar uchun ma'lum to'lovlar bo'yicha yengillik aniqroq va kengroq qo'llanishi kutilmoqda. Men buni shunday tushuntiraman. Ilgari sizdan to'lov talab qilingan bo'lsa, endi ayrim holatlarda sizdan bu to'lov umuman olinmasligi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin buning uchun eng avvalo siz o'zingizning pensioner ekaningizni, to'lov aynan sizning nomingizga rasmiylashtirilganini va imtiyoz qo'llanadigan shartlarga mos ekaningizni tekshirtirishingiz kerak. Bu o'zgarishning sababi ham juda tushunarli. Davlat ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirganda birinchi navbatda daromadi doimiy, lekin cheklangan qatlamlarga e'tibor beradi. Pensionerning daromadi odatda pensiya bilan chegaralangan. U bugun qo'shimcha ish qilib topishi qiyin, sog'lig'i oldingidek emas, xarajatlari esa yosh odamnikidan kam emas. Dori-darmon, davolanish, kommunal xizmatlar, oziq-ovqat narxlari oshib borayotgan bir vaqtda to'lovlardan ozod qilish pensiya pulining real qiymatini saqlab qolishga xizmat qiladi. Men birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolarga murojaat qilaman. Agar siz rasmiy ravishda pensiya yoshiga yetib, pensiya tayinlangan bo'lsa, bu yangilik sizga tegishli bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda uy, hisob raqam xizmat shartnomasi va to'lov kimning nomida ekaniga qarash kerak. Masalan, pensioner onaxon uyda yashaydi, lekin kommunal hisob-kitoblar o'g'lining nomida turibdi. Bunday holatda tizim avtomatik tarzda onaxonni imtiyozli shaxs sifatida ko'rmasligi mumkin. Demak, hujjatlarni tartibga keltirish kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar.
Bu toifa uchun ayrim hollarda umumiy pensioner imtiyozidan tashqari qo'shimcha yengilliklar ham bo'lishi mumkin. Masalan, bir fuqaro yoshga doir pensiya oladi va shu bilan birga nogironlik guruhi ham bor. Bunday vaziyatda u qaysi asos bo'yicha ko'proq imtiyoz olishini aniqlashi kerak. Men ko'p ko'rgan holat shuki, odam o'zida ikki xil huquq bo'lsa ham faqat bittasidan foydalanadi, ikkinchisini esa bilmaydi. Natijada oyma-oy ortiqcha pul to'lab yuradi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan shaxslar. Ular ham pensiya tizimida bo'lsa-da, barcha imtiyozlar ularga avtomatik tatbiq etiladimi yoki yo'qmi alohida tekshirilishi kerak. Chunki qonunchilikda pensioner deganda ba'zan yoshga doir pensioner nazarda tutiladi. Ba'zan esa pensiya oluvchi barcha shaxslar qamrab olinadi. Shu sababli men har doim aytaman, eshitgan xabarga tayanib qolmang. O'z holatingiz bo'yicha rasmiy idoradan yozma yoki elektron tasdiq oling. 4-toifa. Yolg'iz yashovchi pensionerlar. Aynan ularda imtiyozni to'g'ri rasmiylashtirish juda muhim. Chunki ular ko'pincha hujjat yuritishga qiynaladi, navbat kutish og'ir bo'ladi, elektron xizmatlardan foydalanishni bilmasligi mumkin. Agar sizning ota-onangiz, qo'shningiz yoki qarindoshingiz yolg'iz yashayotgan bo'lsa, unga yordam bering. Birgina ariza yozib berish. Pasport nusxasini tayyorlash yoki pensiya guvohnomasini olib borib ko'rsatish orqali oyiga sezilarli mablag' tejab qolish mumkin. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi oltin tekis yoshlik pensioner otaxon oyiga 1.600.000 so'm pensiya oladi. U yashaydigan xonadon bo'yicha ayrim xizmat to'lovlari har oy 7.000 so'm atrofida chiqadi. Qo'shimcha rasmiy yig'imlar bilan bu miqdor ba'zan 10.000 so'mgacha yetadi. Agar 1 iyuldan boshlab u ushbu to'lovdan ozod qilinadigan toifaga kirsa, bir oyda 10.000 so'm, bir yilda esa 960.000 so'm tejaydi. Bu deyarli bir oylik oziq-ovqat yoki bir necha oylik dori xarajatiga teng. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi 72 yoshli onaxonning uyi o'z nomida. Lekin to'lov kvitansiyalarida hali ham marhum turmush o'rtog'ining ismi turadi. Onaxon men pensionerman, demak menga imtiyoz beriladi deb o'ylaydi. Lekin amalda tizimda to'lov egasi boshqa shaxs bo'lib turgani uchun imtiyoz avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Bunday vaziyatda birinchi qilinadigan ish, mulk va hisob ma'lumotlarini yangilash, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilish va pensioner maqomini tasdiqlashdir. Aks holda imtiyoz bor bo'lsa ham undan foydalanilmay qoladi. Uchinchi misol. Farg'onada yashovchi pensioner er-xotin bor. Ikkalasi ham pensiya oladi. Lekin xonadon o'g'lining nomida. O'g'li boshqa shaharda ishlaydi. Agar imtiyoz faqat pensioner nomidagi shartnomalarga berilsa, bu oila muammo bilan duch keladi. Chunki uyda aslida pensionerlar yashayapti, lekin rasmiy hujjatda xizmatdan foydalanuvchi boshqa odam sifatida ko'rsatilgan. Shuning uchun men doim aytaman, imtiyozdan foydalanishda aslida kim yashaydi degan gap yetarli emas. Hujjatda kim ko'rsatilgan degan savol hal qiluvchi bo'lishi mumkin. 4-misol. Buxoroda yashovchi 65 yoshli ayol pensiyaga chiqqan, lekin hali ham kichik do'konda yarim stavka ishlaydi. U ishlayotganim uchun menga imtiyoz berilmasa kerak deb o'ylashi mumkin. Bu ham har doim to'g'ri emas. Ayrim imtiyozlar pensiya olayotganlik maqomiga bog'liq bo'ladi. Ishlayotgan yoki ishlamayotganiga emas. Boshqa imtiyozlarda esa daromad, bandlik yoki mulk holati hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ham o'z huquqini tekshirtirishi shart. Agar sizning barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, to'lovlar sizning nomingizga rasmiylashtirilgan bo'lsa, pensiya guvohnomangiz yoki elektron ma'lumotingiz tizimda ko'rinib turgan bo'lsa, siz ortiqcha xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki amaliyotda eng ko'p muammo qonun yo'qligidan emas, ma'lumot bazalaridagi nomuvofiqlikdan kelib chiqadi. Ism familiyada bitta harf xato bo'lishi, shir noto'g'ri kiritilishi, eskiz pasport ma'lumotlari qolib ketishi imtiyoz qo'llanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Agar siz ijarada yashayotgan pensioner bo'lsangiz, vaziyat alohida ko'rib chiqiladi. Chunki xizmat shartnomasi uy egasining nomida bo'lishi mumkin. Bunday holatda siz yashayotgan manzil bo'yicha imtiyoz qo'llanadimi yoki faqat mulk egasiga beriladimi? Buni aniqlash kerak. Ijarada yashayotgan pensionerlar ko'pincha menga baribir tegmaydi deb o'ylaydi. Lekin ayrim ijtimoiy yordam va kompensatsiya mexanizmlari yashash joyi bo'yicha ham ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun mahalla
ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli xizmat tashkilotidan so'rab ko'rish zarar qilmaydi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Har qanday imtiyozda istisnolar bo'ladi. Birinchi nozik jihat. Imtiyoz barcha to'lovlarga emas. Faqat belgilangan to'lov turlariga tatbiq etilishi mumkin. Masalan, bir xizmat bo'yicha to'liq ozod qilinadi. Boshqa xizmat bo'yicha esa chegirma beriladi. Uchinchi xizmat bo'yicha esa umuman imtiyoz bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun kvitantsiyada nima yozilganiga e'tibor bering. Xizmat haqi, abonent to'lovi, majburiy yig'im, penya, qarzdorlik kabi satrlar bir xil huquqiy mazmunga ega emas. Ikkinchi nozik jihat. Eski qarzdorlik masalasi. Agar bir yildan boshlab pensioner ma'lum to'lovdan ozod qilinsa, bu har doim ham bir yilgacha yig'ilgan qarzdorlik avtomatik o'chiriladi degani emas. Masalan, fuqaroning 1 maydan 3 iyungacha 200 ming so'm qarzi bo'lsa, imtiyoz 1 iyuldan ishlay boshlagan taqdirda eski qarz alohida hisoblanishi mumkin. Shuning uchun endi ozod bo'ldim. Avvalgi qarz ham yo'q bo'ldi deb xulosa qilmaslik kerak. Qarz bo'yicha alohida qayta hisob ko'kitob yoki ariza talab qilinishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Penya va jarimalar. Ba'zan asosiy to'lovdan ozod qilinadi. Lekin oldin hisoblangan penya masalasi ochiq qoladi. Agar sizda penya yozilgan bo'lsa, tashkilotdan uning qaysi davr uchun hisoblanganini so'rang. Agar penya imtiyoz qo'llanishi kerak bo'lgan davrda noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qayta hisob kitob talab qiling. Buni og'zaki emas, yozma ariza bilan qiling. Chunki og'zaki murojaat ko'pincha ishsiz qoladi. Yozma murojaat esa javob berishni majbur qiladi. To'rtinchi nozik shart bir xonadonda bir nechta odam yashasa. Masalan, pensioner ona ishlaydigan farzand, kelin va nevaralar bir uyda yashaydi. Imtiyoz pensionerga beriladimi yoki butun xonadongami? Bu alohida tartibga bog'liq. Ayrim hollarda imtiyoz faqat pensioner ulushiga nisbatan hisoblanadi. Ayrim hollarda xonadon egasi pensioner bo'lsa to'liq qo'llanadi. Shu sababli men oilalarga maslahat beraman. Bizning uyda pensioner bor deyish bilan cheklanmang. Hisob kitob qaysi mezon asosida qilinadi deb so'rang. 5-nozik jihat. Avtomatik tizimga ishonib qolmaslik. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda yuritiladi. Bu yaxshi. Lekin bazalarda xatolik bo'lishi mumkin. Pensioner maqomi pensiya jamg'armasi tizimida bor, lekin xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bazasiga ulanmagan bo'lishi mumkin. Yoki eski pasport seriyasi bilan yangi ID karta ma'lumotlari mos kelmay qolishi mumkin. Shu sababli iyuldan keyingi birinchi kvitantsiyani diqqat bilan tekshiring. Agar imtiyoz ko'rinmasa, darhol murojaat qiling. Men endi sizga aniq amaliy yo'l xaritasini aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Sizga shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Pensiya olayotganingizni tasdiqlovchi hujjat yoki elektron ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar uy yoki hisob sizning nomingizda bo'lsa, mulk hujjati, shartnoma yoki oxirgi kvitansiyalarni tayyorlab qo'ying. Agar siz boshqa odam nomidagi uyda yashayotgan bo'lsangiz, yashash manzilingizni tasdiqlovchi ma'lumot ham kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oylik kvitansiyalarni yig'ing. Nima uchun aynan 3 oy? Chunki o'zgarishdan oldingi va keyingi hisob kitobni solishtirish oson bo'ladi. Masalan, may oyida 92 ming so'm, iyun oyida 92 ming so'm, iyul oyida ham 92 ming so'm chiqsa, demak imtiyoz qo'llanmagan bo'lishi mumkin. Agar iyuldan boshlab to'lov nolga tushgan yoki kamaygan bo'lsa, unda tizim ishlaganini ko'rasiz. Raqam bilan tekshirish eng ishonchli usul. 3-qadam, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Qaysi to'lov bo'yicha ozod qilish nazarda tutilgan bo'lsa, o'sha tashkilotga boring yoki telefon orqali emas, rasmiy qabul orqali murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Men pensioner sifatida 1 iyuldan belgilangan imtiyozni qo'llashni, shaxsiy hisob raqamim bo'yicha qayta hisob kitob qilishni va natijasi haqida yozma javob berishni so'rayman. Albatta, arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling va ariza qabul qilingan sanani qayd ettirib oling. 4-qadam, mahallaga murojaat qilishdan tortinmang. Mahalla ko'pincha pensionerning haqiqatan qayerda yashashi, yolg'iz yoki oila bilan yashashi, ijtimoiy holati bo'yicha ma'lumot bera oladi. Agar siz yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz yoki hujjatlarni o'zingiz rasmiylashtirishga qiynalsangiz, mahalla orqali ijtimoiy xodim yoki mas'ul tashkilotga bog'lanish mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensioner o'zi borsa, tushunmay qaytadi, lekin mahalla xodim bilan borsa, masala tezroq joyiga tushadi. 5-qadam.
Agar sizga tegishli emas deyishsa, sababini yozma so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanmang. Qaysi normaga asosan rad etildi? Qaysi hujjatim yetishmayapti? Qaysi ma'lumot bazada ko'rinmayapti? Degan savollarni bering. Agar rad javobi qonuniy bo'lsa, siz kamida sababini bilasiz. Agar xatolik bo'lsa, uni tuzatish imkoniyati paydo bo'ladi. Eng katta xato birinchi rad javobidan keyin taslim bo'lish. 6-qadam. Ortiqcha to'langan pulni qayta hisoblashni so'rang. Agar 1 iyuldan keyin sizdan imtiyoz qo'llanmasdan to'lov olingan bo'lsa, bu pul keyingi oy hisobidan chegirib tashlanishi yoki qaytarilishi mumkin. Buning uchun qayta hisob kitob degan iborani arizada albatta yozing. Faqat imtiyoz bering desangiz, kelasi oydan qo'llashi mumkin. Lekin o'tgan oy uchun hisobni tuzatmasligi mumkin. Shuning uchun arizada davrini aniq ko'rsating. 1 iyuldan boshlab. Birinchi xato, odamlar yangilikni eshitadi-yu, hujjatlarni tekshirmaydi. Men shuni ochiq aytaman. Imtiyozdan foydalanish uchun ba'zan birgina ma'lumotni yangilash yetarli bo'ladi. Lekin odam buni qilmagani uchun bir necha oy pul to'lab yuradi. Keyin esa qaytarib olish qiyinlashadi. Shuning uchun 1 iyuldan keyin birinchi ish kvittansiyani tekshirish bo'lishi kerak. Ikkinchi xato, farzandlar ota-onasining nomidan hamma narsani o'zlari to'lab yuradi. Lekin ularning imtiyozga haqli ekanini aniqlamaydi. Hurmatli farzandlar, agar siz ota-onangizning xarajatlarini ko'tarayotgan bo'lsangiz, bu video sizga ham tegishli. Siz bir marta vaqt ajratib, hujjatlarni to'g'rilab bersangiz, ota-onangiz har oy yengillik sezadi. Bu faqat pul masalasi emas, bularga e'tibor va g'amxo'rlik masalasidir. 3-xato, internetdagi har xil xabarlarga ishonib, rasmiy tekshiruv qilmaslik. Ayrim kanallar hamma pensionerlar hamma to'lovlardan ozod deb yozishi mumkin. Bu kabi umumiy gaplar odamni chalg'itadi. Men ekspert sifatida aytaman. Har doim to'lov turi fuqaro toifasi, hujjat holati va qo'llanish sanasini tekshiring. Shunda siz na ortiqcha umid qilasiz, na o'z huquqingizdan bexabar qolasiz. 4-xato, qarzdorlikni e'tiborsiz qoldirish. Agar sizda eski qarz bo'lsa, uni alohida aniqlang. Imtiyoz boshlangani bilan eski qarz ustiga penya yozilib ketmasligi uchun tashkilotdan hisob-kitob varaqasini oling. Qaysi oy uchun qancha yozilgan, qaysi to'lov bekor bo'lgan, qaysi biri qolgan, hammasini jadval qilib tushuntirib berishlarini so'rang. Bu sizning huquqingiz. Demak, 1 iyuldan boshlab pensionerlar uchun to'lovlardan ozod qilish masalasi juda muhim va har bir oila buni jiddiy qabul qilish kerak. Men bugun sizga eng asosiy narsani tushuntirdim. Imtiyoz bor bo'lsa ham u to'g'ri qo'llanishi uchun hujjatlar joyida bo'lishi, hisob kimning nomida ekanligi aniqlanishi, kvittansiyalar tekshirilishi va kerak bo'lsa yozma ariza berilishi zarur. Eng muhimi, hech kim o'zi avtomatik bo'lar deb kutib o'tirmasin. Tekshirgan odam yutadi, hujjatini tartibga keltirgan odam ortiqcha to'lovdan qutuladi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq oxirgi kvittansiyalaringizni olib ko'ring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga qo'ng'iroq qiling. Hujjatlarni tekshirishda yordam bering. Agar tushunmovchilik bo'lsa, mahalla, tegishli tashkilot yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Huquqingizni bilsangiz. Hech kim sizdan ortiqcha pul undirib ola olmaydi. Sizningcha pensionerlar yana qaysi to'lovlardan ozod qilinishi kerak? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda sizga pensiya, nafaqa, imtiyozlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib berishda davom etaman.